Men Ahmedjanova Shahina, Toshkent viloyati Chinoz tumani 22-umr ta'lim maktabi 9-sinf o'quvchisiman. Men soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovining respublika bosqichigacha yetib bordim. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan tashkil etilgan soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovining final bosqichiga start beriladi. Soliqning bilimlari menga juda ham katta hayotimda yordam berdi. Bekobod shahardagi turli tushayotgan soliqlar qanday qilib qayerlarga ketadi va qayerlarga sarflanadi. Bularning barchasi men uchun oldindan qiziq bo'lib kelgan. Bu tanlov asosida men juda ham ko'p mana shu savollarga javob topdim va bu tanlov asosida men qatnashib respublika bosqichigacha yetib kelish bu o'zi men uchun katta sharaf bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasiga o'z minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim. Mana men rasm chizish tanlovida qatnashib, o'z ko'nikmalarimni, soliq nimaligini bilib oldim. Soliq tizimi bu bizning kelajagimiz rivoji uchun asosiy o'rni egallaydigan tashkilotlardan biri. Uni men qayerga sarf bo'lishini, nimalar qilinishini bilib oldim. O'ylaymanki, keyingi yil bundan ham yuqori natijalarga erishishni harakat qilaman.